Nukus davlat pedagogika institutining Ellikqal'a fakultetida tashkil etilgan navbatdagi uchrashuv yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish, ularni turli zararli oqimlar hamda ijtimoiy xavfli illatlardan himoya qilishga qaratildi. Tadbirda Ellikqal'a tumani prokurori Muzaffar Atajonov hamda tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Beknazar Shahanov ishtirok etib, talaba yoshlar bilan ochiq va samimiy muloqot olib bordilar. Uchrashuvning asosiy e'tibori bugungi kunda asr vabosi sifatida baholanayotgan giyohvandlikka qarshi kurash masalasiga qaratildi. Mutaxassislar tomonidan ushbu illatning inson salomatligi, oilaviy muhit va jamiyat taraqqiyotiga yetkazadigan jiddiy zararli oqibatlari aniq misollari orqali tushuntirildi. Shuningdek, yoshlarni bu kabi xavfli yo'llardan asrash, ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish hamda jamiyatda giyohvandlikning keng tarqalishining oldini olish bo'yicha zarur profilaktik choralar haqida batafsil ma'lumot berildi. Ta'kidlanganidek, giyohvandlikka qarshi kurashish bu nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar, balki har bir fuqaroni muhim fuqarolik burchidir. Tadbir davomida zamonamizning dolzarb masalalaridan biri kiber xavfsizlik yo'nalishiga ham alohida to'xtalib o'tildi. Xususan, bugungi kunda keng tarqalayotgan phishing hujumlari va turli ko'rinishdagi raqamli firibgarlik holatlarining oldini olish yuzasidan talabalarga amaliy tavsiyalar berildi. Jumladan, plastik karta ma'lumotlarni begonalarga oshkor qilmaslik, noma'lum manbalardan yuborilgan APK fayllarni yuklab olmaslik hamda shubhali havolalarga kirmaslik zarurligi real hayotiy misollar asosida tushuntirildi. Muloqot jarayoni rasmiyatchilikdan xoli, erkin savol-javoblarga boy tarzda tashkil etildi. Talaba yoshlar o'zlari qiziqtirgan masalalar yuzasidan soha rahbarlariga bevosita murojaat qilib, batafsil va asosli javoblar oldilar. Bu esa uchrashuv samaradorligini oshirib, yoshlarning huquqiy bilimlarini mustahkamlash bilan birga ularda ijtimoiy mas'uliyat va ogohlik hissini yanada kuchaytirdi. Xulosa o'rnida aytish joizki, bugungi globallashuv davrida yoshlarning ongi va qalbi uchun kechayotgan kurash sharoitida bunday profilaktik va tushuntirish ishlari alohida ahamiyat kasb etadi. Zero bilimli, huquqiy jihatdan ongli, ma'naviy barkamol hamda jismonan sog'lom avlod yangi O'zbekiston taraqqiyotining eng muhim tayanchi hisoblanadi.